Ko'klar yana bitta mijozimiz ishi bitta uylariga aynalarni qo'yib berdik. Ham yo'q bo'lgandan keyin kech paytda avzor qo'yamiz dedi. Yana kech paytga qolib ketib qoldik. Xo'p. Serik. Oq aynak, shotlanka. 3 ta rom, bitta eshik, bitta MDF. Bu eshigi shotlanka, alkafon, akfadan ham materiallarimiz. İnşallah uyaltıramaygan materiallardan bo'lib ham mana shu ishimiz bitta eshigimiz. Xo'p. Xudo xolasa aytgan joyimizga eshigimiz to'xtaydi. Nurga chiqqan ishlar, xudo xolasa taylar alkafon, oshim-oshlar har doimgidek 4 tadan qo'yiladi bizda. Petlarimiz ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak 94 832 43 43 nomerlarimiz aloqada 12 ta viloyatda dastavkalar ichida chiroyli yoqqa berishga harakat qilamiz. Bu yoqqa pardalar tutildi. Bugun hozir bitkizib qo'ydik. Pardachilar ham keladi. Ana ish xudo xolasa go'zal bo'lib, bir-birini ochib, sochib turibdi. Akfa. Bunimiz ham joyida to'xtaydi. Aytgan joyimizga to'xtayapti. Mexanizm sohot har doimgidek. Bizga kerak bo'lsa, akalarimiz tanlashdi. Mashinaga moslab MDFni chiqarib bering dedi. Jinsovka sortidan. MDF eshigimiz 90 ga 230. Korona qulub o'rtacha qulubdan 3 tadan oshim-oshiq. Aynaga hamma yo'g'i ichida ustunovkalari bo'ldi buni ham aka-ukalar. Kimga yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lishi uchun shu videoda yaqinlarga, do'stlarga tarqatib olasizlar. Iloji bo'lsa bizga tashlab qo'ysanglar, kanalimiz rivojiga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Xo'p, mana eshiklarimizni ko'rib turibsizlar aka. Hammasi chotki ishlar bo'lgan. Mana rom tagi patagonik chiroyli bo'lib, bu birinchisi, bunisi ikkinchisi. Mana ishni ko'ryapsiz. Pilislar ham joy-joyida.